Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan mana shunaqa ajoyib, mazzali, yumshoqqina amerikancha donat ponchiklarini tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Idishimizga suv solamiz. Dro'jja solamiz. Shakar solamiz. Albatta qancha nima solayotganimni video oxirida o'zbek tilida yozib qoldiraman. Yaxshilab aralashtiramiz. Bu aparani oshirgani qoldiramiz. Hozir apara deb ataladi bu. Ustiga strech yopamiz. Albatta azoblashlarim, qalbi go'zallarim, bu apara har xil vaqtda oshib chiqadi. Ya'ni qish vaqtida sal sekinroq, sovuqroq joyda, issiq yozda tezroq oshib chiqadi. Menda mana shu holatga 1 soatda oshib chiqdi. Mana shu oshxona stolida qoldirdim, ustiga hech narsa yopmadim. Albatta sizlarda 10 minutda oshishi mumkin, bir xillarda yarim soatda, menda 1 soatda oshib chiqdi. Mana endi aparani ko'rdinglar oshganini, tuz soldim, sut soldim, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Aparamga sekin oshdi, oshxona stolida qoldi va noyabr oyida sovuqroq paytda tayyorlagan edim. Ana endi unni sekin sola boshlaymiz. Uni ham sal ko'proq, kamroq ketishi mumkin yozganim bo'yicha. Albatta eslatib o'taman, shu pishiriqqa solayotgan suvimiz, sutimiz ham iliq holatda bo'lsin. Unaqa sovuqroq bo'lmasin, iliq bo'lsin, qaynoq ham bo'lmasin. Shunga qarab dro'jja o'zini kuchga kirishi, ya'ni oshishi yaxshilashadi apara holatida bo'lganda. Sekin-sekin unni sovamiz. Aziz obunachilarim, qizchalarimizga, kelin poshlarimizga maslahatim bor, har doimgidek. Ya'ni tog'orachada unimiz, xamirimiz yo'qib qolmasin. Chiroyli qilib tozalab, isrof qilmasdan ishlatamiz. Albatta bu tayyorlayotgan donut shirinligimizni, ya'ni pishirig'imizni xamiri yumshoqqina qo'lga yopishadigan holatda bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Qo'lga yopishadigan holatda bo'ldi. Bir qoshiqcha mana shu sariyog'dan, eriganroq sariyog' yaxshilab aralashtirib xamirga kirgizib yuboramiz. Chunki bu donut shirinligimiz pishib chiqqanida juda ham yumshoqqina bo'ladi. Ichida yog'i yo'q, ustida ozgina yog'i bo'ladi. Bir xil pirojkaga o'xshagan bir oshirma xamirdan pishiriladigan shirinliklar yoki bir pishiriqlar ichi bilan yog' bo'lib ketadi, lekin bu shirinlik ichiga yog' tortmaydi, ustini o'zida bo'ladi. Hali ham o'sha mana o'lchab olgan, menda 380 gram un ketgan bo'lsa, o'lchab olgan unimdan ozgina solib yediryapman. Ozgina endi aytmoqchi bo'layotganim, unlar har xil bo'ladi. Zichroq un bo'ladi, bir xil unlar sal yengilroq unlar bo'ladi. Shuning uchun qancha ketishi hammada har xil. Menda 380 gram un ketdi. Shunda ham mana qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'ldi. Albatta aziz obunachilarim, qalbi go'zallarim, sizlarga ta'kidlab o'tmoqchiman. Dro'jja solib, ya'ni o'zbek tilida xamir turish deydi. Xamir turish solib tayyorlanadigan xamirlarimiz qo'lga yopishmas bo'lish kerak. Shunda xamir turish o'z kuchini, ya'ni xamirga o'tkaza oladi, yaxshi ko'tarilishi mumkin. Agar biz unni yeyapti-yu deb sovursak qattiq xamir bo'lib qolsa, dro'jja o'z ishini xamirga ko'rsata olmaydi, ya'ni yaxshi osha olmaydi. Oxirida qo'lga yopishmas xamir bo'lishi kerak. Pirojkalarda, bulochkalarda, non xamirlarda demoqchi bo'laman. Mana ko'rdinglar, yana strechni, boyagi strechimni yana qo'ydim xamir ustiga, yopdim, yana oshirishga qo'ydim. Video tez o'tib ketyapti, gapim sal qolib ketyapti, tushunyapsizlar menimcha. Xamir oshirish uchun men shu tegida yashil sochiqchani qo'ydim. Shunda noyabr oyida dasturxonga, ya'ni shu oshxona stolida qoldirdim, o'rtacha havoda. Ya'ni ko'rpachalarga ustiga yopib yoki quyoshga qo'yganim yo'q. Menda 4-5 soatda oshib chiqdi shu holatga bo'lib. Sizlarda vaqti har xil bo'lishi mumkin oshishini. Quyoshga qo'yishinglar mumkin. Hamma har xil oshiradi oshirma xamiri. Mana endi oshib chiqqan xamirimizni xohlasanglar 12 ta bo'lakga bo'linglar. Xohlasanglar kichkinaroq, xohlasanglar 14 taga. Men 10 ta bo'lakchaga bo'ldim. Mana videoda ko'rayotganingizdek bo'lakchalarga bo'lib, chiroyli qilib dumaloqchalar, ya'ni zuvalachalarga keltirib olamiz. Buni albatta bilasizlar. Albatta aziz obunachilarim, qalbi go'zallarim, sizlarga kanalim yoqyaptimi, tushuntirishim, har bir videolarimda bittalab tushuntirishga harakat qilaman, xuddi o'zim tayyorlamoqchi bo'lganimdek. Xuddi bir qizimga o'rgatganimdek, kelinimga o'rgatganimdek tushuntirib yozib qo'yganmanki, kelajakda
kerak bo'lib qolar. O'zi YouTube'da videolar juda ham ko'p. Men ham o'z hissamni qo'shishni xohladim. O'z pishirayotgan masalalarimdan, ya'ni shirinlarimdan, pishiriqlarimdan qoldirishni xohladim. Mana bittalab tushuntiryapman. Ikkita qo'lda shoshib turgan bo'lsangiz zo'rachana qilish mumkin. Agar videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalimga a'zo bo'linglar. Sizlar meni qayerdan tomosha qilasizlar, menga qiziq. Agar savolingiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha retsept haqida javoblarimni beraman. Mana bu yerda men 10 daqiqaga qoldirdim, yana oshib chiqishi uchun. Yana sizlar o'zingizlar qaraysizlar. Mana shunaqa holatda lo'ppigina bo'lib, yumshoqqina bo'lib, yana oshib chiqishi kerak bo'ladi. Ana endi oshib chiqqan chiroylikkina zo'rachalarimizga shakl beramiz. Sizlar xohlagan shaklga berishingiz mumkin. Ya'ni men shunaqa barmoqcham bilan orasiga nuqtachalar, ya'ni teshichalar qilib oldim. Videolar ko'p, juda ham YouTube'da donat shirinligi bor. Bir xil yoyib olib, keyin har xil qoliplarda shakl beradi. Men shuna qoliplar ishlatmasdan o'zim qo'lda shakl bergim keldi. Shu holatda 5 ta zo'rachalani tugib oldim. 5 tasi turib-turdi. Keyin sekin yog' solib oldim tovaga-da. 5 ta solib bitta pishirib oldim. U 5 tasi pishguncha keyingi 5 ta zo'ralani yana shuna holat keltirib oldim-da, tez-tez ishimni bitirib pishirib oldim. Albatta bu shirinlik tayyor bo'lganida ustiga aytganimdek shokolad qilish kerak bo'ladi eritib. Oq shokoladmi, qora shokoladmi, har xil o'ziga mos qilib blogerlarimiz, pazandalarimiz video chiqarishgan. Bizning oilamizdagilar xohlashmadi. Chunki bilasizlar, har doim videolarimda parhezbop taomlar qilishga targ'ib qilaman, to'g'ri ovqatlanishga targ'ib qilaman. Shuning uchun bizning oilamizdagilar xohlashmadi. Bu yog'li bo'lchkaga o'xshagan, ya'ni pirojkaga o'xshagan shirinlik, ya'ni pishirig'i bilan ustiga qanaqa qilgan shirinlik qilishing mumkin, ikki xil bo'lib qoladi deb yo'q dedilar xo'jayinim. Shuning uchun ustiga shokolad qilmadim. Mana bu yerda sizlarga stiker kulga qo'ydim, chunki yog'da o'z aksini tushib qolgan ekan. Shuni to'sib qoldim. Xullas, shuning uchun men donat amerikanskiy shirinlikka ustiga shokolad qilmadim. Mana shunaqa sushi yeydigan tayoqcha bor edi uyda. Shundan yengisidan ochdim va pishirishga qulay bo'lish uchun shu tayoqchalar orqali pishirdim. Vilkalar ham bo'ladi, agar sizlarda bo'lmasa, vilkami boshqa bir uzunchoqroq bo'lgan bir oshxona asbobi bilan foydalanib tez-tez pishirib olsanglar, juda ham oson, mazali, juda ham bir insonga yoqadigan holatda mazza qilib pishirib olasizlar. To'g'risini aytsam, o'zim ham birinchi marta pishirib ko'rdim. Oldin bir pishirgan edim, video uchun endi oldim. Boshqacha retsept qilib ko'rganda bu boshqachasi. Demak, yog'ni tovaga soldik va gazga qo'ydik. Qizdirib oldik, o'rtacha olov qilib, o'rtachadan sal pasaytirib, aylantirib pishiramiz. Gazni baland qilsak, ichi pishmay qolishi mumkin bo'ladi. Agar juda past qilib yuborsak, yog'ni shimib olishi mumkin. Shuning uchun o'rtadan sal pastroq holatda aylantirib pishirib oldim. Ko'ryapsizlar, o'sha sushi yog'chasi orqali tez-tez aylantirib turibman. Donat shirinligimizni o'zini ham aylantiryapman. Nima deydi va tovada bir yoq tarafda olov balandroq bo'lishi mumkin, bir yoqda sal pastroq bo'lib qoladi. Shuning uchun tovani ham o'zini aylantirib turibman. Shunda pishirig'imiz bir yog'i oq, bir yog'i sal to'qroq qizil bo'lib qolmaydi, bir xilda qizarib pishadi. Mana qarab turibman. Oldi tarafidagi tovadagi tezroq olov bo'lgani uchun tezroq qizarish boshladi. Keyin mana joyini o'zgartirdim. Chunki bir xilda tova bir xilda qiziydi. Har tarafi, chapi ham, o'ni ham, tepa pasti ham. Bir xil taraflarda pastroq bo'ladi. Shuning uchun pishirayotganda pirojkalar bo'ladimi, nima pishirayotgan bo'lsak, tovada, yog'da tez-tez aylantirib, tovani o'zini ham aylantirib turamiz. Tovani aylantirmasak, ichidagi pishirig'imizni aylantirib turamiz, bir xilda qizarishi uchun. Aziz obunachilarim, mehmonlarim, qalbi go'zallarim, albatta ko'p gapirib tushuntirayotganimga ahamiyat bermaysizlar. Videolarni har xil yoshdagi qizlarimiz, ayollarimiz ko'rishligi mumkin, ularga oson bo'lsin degan maqsadda bittalab tushuntiryapman. Qalbi go'zallarim. Juda ham mazza qilib pishirasizlar. Aytganimdek, agar sizlar xohlasanglar, ustiga shokolad eritganda ham oddiy plesni shokolad eritsanglar, agar plesni shokoladni ya'ni bitta idishchaga solib, ustidan bir qoshiq oddiy o'simlik yog'i solib, mikrovolnovkada eritib olib, yaxshilab aralashtirib, shokoladga botirib olishingiz ham mumkin. Xohlasangiz oq shokolad,
xohlasanglar qora shokolad, agar oq shokoladga rang bermoqchi bo'lsanglar, qizil rangli donutlar ham bor. Oq shokoladga ozgina rang qo'shib yuborasizlar, qizilga aylanadi. Ustiga keyin mayda konfetchalar ham sepishadi bir xillar. Yoki qora shokoladliga oq shokoladni ham chiziq berib yuborishadi. Mana ko'ryapsizlar, keyingi 5 talikni solish uchun yog'imni tozalavomni o'shoqlaridanki, keyin pishirganimizda, keyingi mana shu pishirig'imizni solganimizda yopishib qoladi. Keyingi o'shoqlar qora-qora bo'lib, kuyib ketishi mumkin, mazasi o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun yog'ni tozalab, pirojga pishiramiz-mi, varaqqa pishiramiz-mi, qatlama pishiramiz-mi, yog'ni tozalab keyingi shirinligimizni yoki xamirimizni solishimiz kerak bo'ladi. Mana oldin 5 tasini pishirib oldim. Keyingi 5 talikni sizlarga ko'rsatmadim, video qisqaroq bo'lsin deb. Keyingi 5 talikni ham pishirib oldim. Jami 10 ta donut shirinliklari pishib chiqdi. Aziz omnashlarim, qalbi go'zallarim, marhamat, tayyorlab ko'ringlar. Sizlar ham fikr mulohazalaringizni qanaqa chiqqanini, o'xshadimi, o'xshamadimi, qayerda xato bo'ldi? Agar savol bersanglar, qo'limdan kelgancha bilganimcha javob beraman. Mana bu aytganimdek yumshoqqina, issiqqina ichlarini ham ko'rsataman hozir. Ichlariga yog' shimmagan, mana ko'rganinglardek. Ustida ozgina yog' bor, ichi quruqqina. Sovigandan keyin yana ham bu yog'ini shimib oladi. Unaqa qo'lga yuqayotgan yog'i ham qolmaydi. Juda ham bolajonlaringlar, oila a'zolaring orqali talash bo'lib ketadigan pishiriqlardan biri bo'ladi. Bolalar maktablarga ham bitib olib ketsa bo'ladi buni albatta. Qalbi go'zallarim, bir kanalimda mehmon bo'lsanglar, kirib videolarimni kirib ko'ringlar. Balkim sizlarga yoqadigan videolar toparsizlar. Mehr berib tayyorlayotgan retseptlarim, videolarim sizlarga foydasi tegsa juda ham xursand bo'laman. Quvvati, ilm va ibodatga bo'lsin.